Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimiz Resulullah'ın ailesi. Bugünkü mezmunumuz qaysi desanglar. Birincisi Rasulullah qachon qayerda tug'ilgan. İkincisi Rasulullah'ın dadısı ve anası kim, nasabi qandaq. Üçüncüsü Rasulullah'ın çoğun dadısı ve baqqan tağısı kim, süt anası, tuncu ayali ve balları kim. Dördüncüsü olsa Rasulullah'ın qachon qayerga hicret qilgan, qachon qayerda vafot bo'lgan degan bu temalarni so'zlaymiz. Bularning hammasi siz bildigan mazmunlar. Bularni men sizlardan bir-birlab so'rayman, sizlar javob bersizlar. Bugun mening sizlarga so'zlamoqchi bo'lgan eng asosiy mazmunim nima desanglar, Rasulullah'ın yetim çoğun buluşudaki Allah'ın hikmeti nima? Yani Rasulullah'ın balılık devri. Rasulullah yetim haleti çoğun olgan. Bunun da Allah'ın qandaq hikmeti var. Degen muşu mazmunni asosida so'zlaymiz. Bunda olsa beşideki addi suallarni, hemiz bildiğin suallarni men sizlardan so'rab baqay, qani rast bilamsizlar. Birinci sual, Rasulullah qachon qayerda tug'ilgan? Qaysinglar javob berib baqsizlar? Mekke'de tug'ilgan. Mekke'de tug'ilgan. Mekke'de. Ben cevap vereyim. Ha, ismingizni nima javob bering? Mana isminglarni deb turib men javob beray denglar, undan keyin isminglarni to'layman. Ustoz ben Hadice. Ha, Hadice deb beqman. Ustoz 571 tug'ilib Mekke'de tug'ildi. Yani qancha aydan qancha kuni bilamsiz? 571'nin kaçıncı gün ustoz? Ha, yaxshi. 4-chi ayning 22'si. Yoki 4-chi ayning 20-chi kuni shundaqmi? Payg'ambar alayhissalom 571-yili, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam milodiy hisobi bo'yicha 571-yili 4-chi ayning 20-chi kuni. Yoki bo'lmasa 22-chi kuni Mekkada tug'ilgan. Buni ikki xil ko'z qarashlar. Ba'zilar 20-chi kun deydi, ba'zilar 22-chi kun deydi, ha? Qaysini desanglar balkim to'g'ri. Yeninci desanglar Rasulullah pil vaqasining 1-yili Rabiul Avval ayining 3-chi ayning 9-chi kuni saharda Bani Hashim ko'chasida tug'ilgan. Ashi pil vaqa so'z bergan 1-yili Rabiul Avval degan 3-chi ay. 3-chi ayninki 9-chi kuni saharda Bani Hashim ko'chasida tug'ilgan. Endi sizlar qaysini bekroq esingizda tutinglar desanglar, Rasulullah milodiy 571-yili 4-chi ayning 20-chi kuni yoki 22-chi kuni Mekkada tug'ilgan degan cho'qim qat'iy bilishinglar kerak, ha? Mana yodlab olinglar. İkinci sual keleyli. İkinci sual Resulullah'ın dadısı kim? Qachon vafot bo'lgan? Qaysini javob bersizlar, isminglarni danglar. Ben Amine. Amina danglar. Resulullah'ın dadısı Abdullah. Abdullah, yaxshi. Qachon vafot bo'lgan? Ustoz ben Hadice 6 yaş kirgen çağda. 6 yoshga kirgan. Abdullah tug'ilmagan. Yo'q, ma'lum tug'ilmagan de dadısı vafot etdi. Peygamberimizin dadısı Abdullah ibn Abdülmuttalib 25 yaşında Resulullah tug'ilmas vafot bo'lgan. Deb javob berganim to'g'ri ekan, maşallah. Ma'lum saferde kesel bo'lib qilib vafot bo'lgan. Ha, maşallah. Peygamber Aleyhisselam tug'ilmagan 25 yaşında yap-yosh holatda Peygamber Aleyhisselam tug'ilmasda Resulullah'ın dadısı vafot bo'lgan. Endi Peygamber Aleyhisselam dadısını ko'rib beqib ekanmi? Ko'rib baqmabdi ekan. Dadısını hech ko'rib baqmagan, ha? Endi Resulullah'ın anası kim, qachon vafot bo'lgan? Qaysini deb baqsizlar, isminglarni Ben Sümeyye'men de bakay. Sümeyye'men de bakay. Apsi Amine 6 yaş kirgen vaqtida vafot bo'lgan. Ha, maşallah. Turqqanlarni dadısının qabrisini yo'qlagach, urug' tuqqanlarni ko'rib qaytayotgan vaqtda vafot bo'lgan. Maşallah. Qarab baqaylar. Resulullah'ın anası Bani Zuhra qabilasidan bo'lgan Abdumallah'ning qizi Amina. Rasulullah 6 yosh kirgan vaqtda vafot bo'lgan. Maşallah. Buni bek yaxshi bilgansizlar. Endi bir savolimiz. Resulullah'ning nasabi qaysi payg'ambar tutishadi? Qaysini deb baqsizlar? Nasabi degan nima? Nasabi degan, yani ota bovulari, anaqa. İbrahim aleyhisselam. İbrahim aleyhisselam. Yani başka fikringlar bormi? O'xshmaydigan javobinglar bormi? Yo'q. İsmail aleyhisselam. Ha, maşallah. Qarang, ha.
İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam tutuşudur. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı, İsmail ve İshak, şunda mı? İsmail'nin nesebidin Peygamber Aleyhisselam'a doğulgan, İshak Aleyhisselam'ın nesebidin ço Bani İsrail kavmi. Ular doğulgan. Şuna çıkazır İbrahim Aleyhisselam dep koysak mı? Desek mi doğru buluş mümkün ama İsmail Aleyhisselam desek bekrak doğru bulur. Resulullah'ın nesebi İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam tutuşudur. Yaxşı. Resulullah Araplarning qaysi qabilasidan qaysini bilasizlar? Shakira men de Bani Hashim Shakira. Bani Hashim kabilesinden. Bani Hashim qabilasidan. Yeni bildiğinler barmı? Bani Hashim degan cemaat. Bani Hashim bir cemaat. Qaysi qabila? Mekke kabilesinden. Mekke'den nurgulgan qabila batdi. Şonançada nam aytdim hürmetli Ben sözü. Hadice Kureyş kal. Maşallah Hadice'nin cevabı doğru. Peygamber Aleyhisselam Kureyş qabilasidan. Kureyş qabilasidan. Endi axir bir sualimiz. Resulullah'ның çoğ dadisi kim? Qaysini bilasizlar? Ben Shakira men de Shakira. Resulullah'ın çoğ dadisi Abdülmuttalib. Abdülmuttalib. Maşallah. Qarang. Resulullah'ның çoğ dadisi Abdülmuttalib. Qachon vafot bo'lgan ekan? Sana Rasulullah tug'ilib 8 yosh kirib 2 oy 10 kun bo'lgan chog'da vafot bo'lgan ekan. Rasulullah 8 yosh kirib 2 oy 10 kun bo'lgan chog'da vafot bo'lgan. Alim. Mümkün Resulullah'ın oğlu Ebu Talib amanat kıldı. Yaxshi, maşallah. Resulullah'ni baqqan tag'isi kim? Shu savolimizga Ebu Talib. nima ismi? Ebu Talib. Maşallah. Ebu Talib. Resulullah'ның tag'isi Abu Talib. Yani peygamberlikninki 10. yil vafot bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom payg'ambarlik vahiysi kelib 10. yilisi tag'isi Abu Talib vafot bo'lgan. Ebu Talib vefat bo'lgan vaqtda Peygamber İslam'ı kabul qilgan, yani Müslüman bo'lgan kirsan degan vaqtida o degan o'ylayotgan vaqtda boshqa sen atiboni tashlab İslam'ı qabul qilamsan deb unimay ashuna qilib Müslüman bo'lmay o'tib ketdi. Kalima shahadati tanmay turib vafot bo'lib ketdi. Ya, maşallah. Yaxshi bildikansiz. Qaranglar. Resulullah'ның süt annesi kim? Qaysini bilasizlar? Halime. Halime. Yaxshi. Halimadan ilgari yana bir süt annesi var. Onun ismini bilganlar bormi? Ben anladım degan ismini unutib qoldim. Qarang. Resulullah'ның onasidan keyin tunji imitga inik onasi Suvayba. Onundan keyin Suvaybadan keyin süt annesi shu desanglar Bani Sa'd qabilasidan bo'lgan Halima binti Abu Zuayb. Payg'ambar alayhisalom qancha yoshigacha Halimani qishda qolgan bilganlar bormi? Ben bilmem. Qanday beqma? 4 yoshigacha. 4 yoshigacha. 2 yoshigacha. Yana-chu? 5 yoshigacha. Yaxshi. Men 5 yoshigacha deb bilaman. 5 yoshiga qadar Peygamber Aleyhisselam şu Halime'nin qishida qolgan. Yaxshi. Amsi apsi faqat 1 yil baqalabdi va. Apsi aralıqlarda baqdi. Iliqi bu Araplarning qoidasiga ustanlik emitish uchun, iliqi shu yezlarda noitim sog'lom ashunday analar emitgan buvoqlar bek kuch quvvatlik, sog'lom cho'ng bo'ldi ekan-chu. Shahardagi ayollar qaragan chog'da. Shunlashqa Araplarning qoidasi bo'yicha ashunday boshqa bir sut onni tepib emitish bularning qoidasi ekan. Endi Peygamber Aleyhisselam anası taşıp etip, onda bir başka ana imitke iş yok bunlar. Hatta düşünüp kalmalar, anasının baktı elbette. Lakin tutanısı şu, yine de toğuzup, imitip, aşına bakkan. Resulullah'ın anası mı, herkes taşıp etken emez balasını. Yakıp durup deyini, arlıkta apırıp ekilip, yine de toğuzup, baktı ya. Resulullah'ın tunca ayarlı kim bunu bildiğinler var mı? Hadice anamız, yaxşı maşallah. Hadice anamız qancha ish chiqib Peygamber Aleyhisselam'a to'y qilgan? 45. Yine bilganlar bormi? 45. Ba'zanlar 45 dedinglar, ba'zanlar 40 dedinglar. Peygamber Aleyhisselam qancha ish dedi?
25. Ha, yaxshi, 25 qarang. Ben 25. Rasulullahның tunji ayoli Xadicha binti Xuvaylidin. Xuvaylidning qizi Xadicha deganlik bu. Xadicha binti degan qizi degan gap. Xadicha binti Xuvaylid. Xuvaylidning qizi Xadicha onamizda. Xadicha onamiz 40 yoshida, Rasululloh bo'lsa 25 yosh vaqtida to'y qilgan. Rasulullohning tunji ayoli Xadicha, yaxshi. Endi Rasulullohning Xadicha onamizning bo'lgan bolalari kimlar? Qaysinglar bilasizlar? Annem de bakay. İsminiz nima? Akhtar Musa. Axtar Nisa deb qo'ying. Fatima. Yaxshi. Lekin Ruqayya. Ruqayya, yaxshi. Zeynep. Zeynep, Mama. yaxshi. Fatima. Ummu Gülsüm, Fatima. yaxshi. Yo'q. Kasım. Abdullah. Sana danglar, men ismini chaqirgan desin, Axtar Nisa desin, qog'oz alishmay turama. Abdullah, yaxshi. Zakira men de bakay. Qaysinglar cho'ng kichik tartib bo'yicha topaqsizlar? Bolalarning cho'nglik kichik tartib bo'yicha. Sam. Hadicha. Hadicha deb qo'ying. Zakira. Hadichadan Qasim. qog'ozlashib turolmanda. Qosim, Abdullah. Abdullah, Zeynep. Zeynep, Ruqayya. hı, Ümmü Gülsüm. hı, Fatima. Fatima. Yeniçu? İbrahim. İbrahim, maşallah. Qarang, ha. Qosim degani eng cho'ng bolasi. Qizlarning tartibini aytdi, to'g'ri dedingiz. Qosimdan keyingisi Zeynep degan qizi, Abdullahning kichigi ekan. Qosim, Zeynep, Ruqayya, Ummu Gulsum, Fatima, Abdullah. Bular Xadicha onamizning bo'lgan 6 bola. İbrahim degan bolasi-chu Mariya onamizning bo'lgan bolasi, ha. Xadicha onamizning bolasi emas, lekin Rasulullohning Mariya onamizning bo'lgan bolasining ismi İbrahim. Yaxshi, maşallah, bolalarni bildik. Bularning hammasi Payg'ambar alayhissalom qaranglar hayot vaqtida faqat Fatimadan boshqa hammasi vafot bo'lib ketgan. Hammasi vafot bo'lib ketgan. Rasululloh o'z qo'li bilan hammasini yerlikka qo'ygan. Endi oxirgi savol, Rasululloh qancha yoshida payg'ambar bo'lgan, qancha yoshida qayerga hijrat qilgan? Buni hammalar bilsinlar mumkin. Qaysidir bilasizlar? Ben de baksam buladı. Sümeyye deyapman. Sümeyye 5 edimən deyidiniz, hə. Qancha Kişi de peygamber olgan. hijrat payg'ambar bo'lgan, yaxshi. Qancha yoshida hijrat qilgandi? Qancha yoshda hijrat qilgandi? Shakira deb qo'ying. Onu bilmeyeceğim. Bilmamsiz. Bildiganlar bormi? 45 yaşında. 45 yoshida. Endi deb qo'yganlar bormi? 50 yaşında. Qaranglar, Rasululloh 40 yoshida payg'ambar bo'lgan. 13 yildan keyin payg'ambar alayhisalom Makkada 13 yil, payg'ambarlikdan keyin Madinada 10 yil, jami 23 yil payg'ambar bo'lgan qaranglar. Payg'ambar alayhisalom 40 yoshida payg'ambar bo'lgan, 13 yildan keyin 53 yoshida Makkadan Madinaga hijrat qilgandi, ha? Mana qat'iy unutib qolmanglar, Rasululloh Makkadagi vaqtida 40 yosh to'shgan vaqtida Alloh taolo payg'ambarlik vahiyini bergan. Undan keyin Makkada 13 yil shu yerda yashagan, shu yerda payg'ambar bo'lgan. Undan keyin 13 yildan keyin Madinaga hijrat qilgan. Madinada 10 yil yashab, undan keyin vafot bo'lgan, ha? Endi eng oxirgi savolimiz, Rasululloh qachon, qayerda vafot bo'lgan? Buni bildiganlar bormi? Mekke, Medine Münevver'de. Medine Münevver'de vefat bulgan. Shakira men de bakay. Shakira deb qo'ying. Resulullah Medine Münevver'de Ayşe annemizin öyde bamdatmamızı Ebu Bekir radıyallahu anhu bamdatmamızı imam bulavatkan vakitte vefat bulgan. Yaxshi. Qanchinchi yilda bu? Mana meselede baksam Saliha deb qo'ying. 632 yıl yapıldı. Maşallah, 632 yili 6 oyning 8 kunisi. Maşallah, qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hijriyaning 11 yilisi Rabiul Avvalin 3 oyning 12 kuni
dushanba chashgoh vaqtida 60 yoshida vafot bo'ldi. Bu milodiy 632-yili 6-oyning 8-kuni to'g'ri keldi. Milodiy 632-yili 6-oyning 8-kuni to'g'ri keldi. Bu yil nomini cho'qim bak yaxshi bilib olinglar bolalar. Özünün tug'ilgan kunini tutib qolsanglar mayli, lekin Rasulullohning tug'ilgan kunidan ma'vu vafot bo'lgan vaqtini cho'qim yaxshi bilinglar, bolalar. Rasululloh Hijriyaning 11-yili hijrat qilib 10 yildan keyin 11-yili so'radi. Rabiul avval 3-oyning 12-kuni dushanba chashka vaqtida 60 yoshda vafot bo'lgan. Hijriy kalendar bo'yicha. Rabiul avval 3-oyda tug'ilibdi. Rabiul avval tug'ilibdi, ham Rabiul avvalda vafot bo'ldi, Yeni çözsana miladiye 632-yil 6-oyning 8-kuni to'g'ri keldi ekan. Yaxshi, maşallah. Endi men sizlardan so'radigan savolim tugadi. Endi darsimiz kelayli. Endi men ovozimdan aytib turinglar, men so'zlay. Rasulullohning yetim cho'ng bo'lishidagi Allohning hikmati nima degan bu savolimiz to'g'risida so'zlaymiz. Bu yerdan Rasulullohningki hayotidagi cho'ng voqealiklarni, cho'ng ismlarni so'zlab o'tdik. Rasululloh tug'ilmasdan dadasi Abdullah vafot bo'ldi. Shunaqo Rasululloh dadasini ko'rib boqmadi. Undan keyinchi Rasulullohning onasidan qoldi, cho'ng dadasi qoldi. Rasulullohning onasi Rasululloh 6 yoshga kirgan vaqtida Rasulullohning onasi vafot bo'ldi. Qaranglar, 6 yoshlik bir bola. 6 yaş balalar buluşun mümkün aramızda. 6 yaşlık bir bala nayetimi anasınınki müşündaq beqişigine aytım ihtiyacı bo'lgan bir vaqtda. Muşu vaqtda Allah Taala Rasulullahni anasından ayırdı. 6 yaş kirib Rasulullah anasız hem dadısız qaldı. Yetim qaldı. Onundan keyin Rasulullahning anasından keyin cho'ng dadasi Abdulmutallib Rasulullahni baqdi. Abdulmutallib Rasulullahni nayettim bek yaxshi ko'rdi, qarang. Boshqa nevrelerden bek amroqdi. Endi Rasulullahning shundaq nayettim cho'ng tayanchisi, birdan bir tayanchisi Rasululloh cho'ng dadasi Abdulmutallibdi. Endi Abdulmutallib vafot bo'ldi. Qachon? Rasululloh 8 yoshga kirgan vaqtida. Onasi deb ketib 2 yildan keyin Rasululloh 8 yoshga kirgan vaqtida Rasulullohning tayanchisi bo'lgan cho'ng dadasini to'yib ketdi. O'ylab beqinglar, 8 yosh holatda Rasululloh ham ota-onasiz, ham cho'ng dadasiz qoldi. Undan keyin Rasulullohni kim baqdi? Rasulullohningki tog'isi Abu Talib baqdi. 8 yoshdan boshlab Rasulullohni tog'isi Abu Talib baqdi. Abu Talibning noyatimi ko'p bolaları vardı. Shu oilada Rasululloh noyatimi jafoliq ichida cho'ng bo'ldi. Abu Talib o'zim bek boy odam emasdi, kambag'al odamdi. Hattoki Rasululloh cho'ng bo'lgan chog'da Abu Talibning o'g'li Ali radhiyallohu anhuni beqib cho'ng qilgan. Abu Talibning bolalari jiq beqib bo'lmaganligi sababli Rasululloh cho'ng bo'lgandan keyin Ali radhiyallohu anhu beqib olgandi. Yani Rasululloh qanday bir oila cho'ngibdi bolalar, kichikdan tortib ota-onasiz yetimli bo'lib qolmasdan balki noyatimi qiyin turmush sharoitida kambag'alchilikda cho'ng bo'lgan. Noyatimi ko'p jafotatgan, hargizmi boy-bayashat, oldida yemigini keynida mundaq eshib turadigan bol bayashatchilik yashamagan Rasululloh. Kichikdan tortib jafo mushaqqat ichida Aşında çoğun olgan. Endi deyli Rasulullah Allah Taala'nınki en yaxshi ko'radigan bandasi. Bilimiz Rasulullah bütün insanlarga göre Allah'a en yaxshi ko'riladigan bir banda. Muşunda turuqluq Allah Taala nima uchun payg'ambarimiz mana shundaq hem ota-onasidan ayirib yetim holatda hem noyatimi qiyin turmush sharoit ostida ashunda cho'ng qildi. Hem çoğun olgandan keyin cho'tag'i balliq bo'ldi, shundaqmi Xadicha onamiz bilan to'y qildi. Xadicha onamiz bilan 6 bolasi bo'ldi. Keyin 6 bolasi bo'lgandan keyin payg'ambarlikningki 10-yilisi Rasulullohning ayoli Xadicha onamizni to'yib ketdi, qaranglar. Xadicha onamiz Rasulullohga noyatdim bek yor yo'lak bo'ladigan ajoyib mehribon bir ayoldi. Xadicha onamizni to'yib ketdi. Tog'isi Abu Talibni to'yib ketdi, qaranglar.
Abu Talibni tugab ketdi. Onundan keyin ballarıçı bir-birlab ballarının hammasi tugab ketdi Fatimadan boshqa bolalar. Bir atağa nisbatan ballarını yerlik qo'yib, oxiratga uzatib qo'yish degan nihoyatda azobliq bir ish. Ammo Rasululloh hayotida tatmagan azoblar qolmadi. Qaranglar. Rasululloh qanday qildi? Ota-onasidan ayrildi betin degandek. Ballardan ayrilib qoldi. Hatto o'zining vatani bo'lgan, yurti bo'lgan Makkadan qo'g'landi. Makkada yashayolmadi. U yerda Makkada payg'ambar alayhisalomga va Rasululloh ergashgan sahobalarga noitimi ko'p aziyatlar keldi. Rasulullohning mana shunday yetim cho'milishda Allohning qanday hikmati bor? Bundan keyin javobni bir-birlab ko'rib boqaylik. Birinchisi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Alloh tarafidan kelgan bu dinning asosini kishilarning Rasululloh ota-onasining yoki buvisining tarbiyasidan kelgan deb gumon qilmasligi uchun Alloh taolo Rasulullohni yetim holatda cho'milishni iroda qilgan. Birinchi maqsad bu. Rasululloh shu dinni ota-onasidan yoki buvisining tarbiyasini o'rganib ekan. Shulardan miros qolibdi ekan deb kishilarningki xato tushunmasligi uchun. Bu dinning faqat va faqat Alloh tarafdan ekanligini Allah boshqalarga bildirish ham bu jihatda boshqaning qalbida hech gumon, shak qilmasligi uchun Alloh taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki shunday yetim holatda cho'ng bo'lishni iroda qildi. Tushundingmi bolalar? Qaysinglar baqsizlar? Nima uchunki? Birinchi sababi Birinci sebebi bu dinni atanisi ya boğusudan yine bozgumak kalmaz için onu gittim. Yaxshi maşallah. Dinimiz uchun, shundaymi? Dinimizdan faqat Alloh tarafdan kelganligini isbotlash uchun. Ana o'ylab qo'yinglar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik va his kelgan vaqtida savodsizdi. Bu odamga Alloh taolo shunday vahiylarni bildirmasa, o Qur'on sunnatdan iborat noitimi katta bilimni o'zi bila olish mumkinmi? Hargiz mumkin emas. Ya'ni ota-onasining tarbiyasini ko'rgan emas, Rasululloh maktabda o'qigan emas, ota-onasi buni bilim berib tarbiyalagan emas. Shunda bo'lgandan keyin insonlar Rasulullohning u holat cho'ng bo'lganligini bilgandan keyin, yo'q, Rasulullohga bu din har ota-onasidan qolgan din emas. deb haqiq Alloh tarafdan kelibdi deb Rasululloh nisbatan bir shak shubhining bo'lmasligi uchun Alloh taolo shunday Rasulullohni yetim holatda cho'ng qilishga iroda qilibdi. Birinchi sabab bu shu. Ikkinchi sabab qarang. Alloh taolo Rasulullohni shon sharafga va mol mulkka moyilib qilishni iroda qilish uchun yetim holatda cho'ng qilishni iroda qildi deydi. Bu yerdan degan to'q Rasululloh sallallohu alayhi vasallam noitimi qiyin sharoitda kambag'alchilikda cho'ng bo'lgan, buni bilamiz. Rasulullohninki oilasiga qarab boqaylik. Masalan, dadisi, buvisi Abdul Muttalib Quraysh xalqininki noitimi kattasi edi. Hammadan Abdul Muttallibdan gapini anglaydi. Noitimi shon sharafli bir qabila edi bu. Bu Abdul Muttallibninki jamoati, Abdul Muttallibning oilasi Makkaga kelgan hojilarga suv berish va tomoq berishga mas'ul edi. Yani Mekke'ge bütün dünyanın hem yerden ibaret kıldıqallar kilidi şuna Allah'ın Beytullah'sıga. Şuna olan bu kelgen kişilerge kim tamak ve su verdiken tutlasanlar Abdülmuttalib ve onun cemaatidekiler şunda su veriş ve tamak veriş hizmetini müşler kıldıken tut. Yani bu iş naitimi şereflik bir hizmet. Bu hizmetini kıldıqallarım çoğu bir şan şerefli gitsin. Bunlar özünün ait şeref dep oylaydı. Ama Rasululloh sallallohu alayhi vasallamninki bovusim tugab ketdi, ota-onasim tugab ketdi. Bu shon sharaf Rasulullohga miros qilamdi, miros qolmaydi. Ya'ni Rasululloh mana shunday qilib jafoli qilib cho'ng bo'lganligi uchun, cho'ng bo'lgan odam uchun shon sharaf talashadigan ish yo'qdi. Chunki shon sharaf talashadigan hech bir nimasi yo'q. Ota-onasi tugab ketdi, cho'ng dadasimi tugab ketdi, nimani talashadigan narsa yo'q. Mol-mulk talashadigan mol-mulkim yo'q. Hem kichikdan tortib jafoliq turmush cho'ng bo'lganligi uchun unda mol dunyoga ko'zini solmaydi. Mol dunyoni hech cho'ng bilmaydi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Faqat o'ziga tayinishni o'rgangan. Bu jarayonda o'ziga tayinishni
ve fakat ümidni Allah'tan kütüşni Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğrengen. Japadaq şarait arqali. Şuna çoğ olgan çağdamı hiç qandaq bir Allah'ның vahiyisini yetkizüş jarayonida ya şan şaraf ya mal mulk degan narsani xiyolga keltirib qolmagan. Aşu Mekke'deki müşrikler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qışığı kelgen, her xil teklifini bergen. Ey Muhammed, muşu davarından vaz kechgan bolsang, muşu la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah degan gapni qilmagan bolsang, agar sen boy bo'lishni xohlagan bolsang bu davo orqali biz sana bütün mol mulklarimizni berayli, seni oramizdagi eng boy odam qilib atayli degan. Yana cho'disanglar, agar sen podshoh bo'lg'in kelib qolgan bo'lsa, bizga boshliq bo'lg'in kelib qolgan bo'lsa, muşunun üçün devatkan bolsan bu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ni biz seni padişah kılaylı. Ne mi desen sana boysunaylı biz padişah kılış biz sen padişah olgan. Yani neyimiz sebepten kılgan bolsan şunu biz bereyli. Muşu la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ın demigen diyenden keyin Rasul sallallahu aleyhi ve sellem kubul kılgan mı? Herkes kubul kılmagan. Kubul kılmagan. Oğun kulumga kuyaşni, soluk kulumga ayna tutkusumu men bu davadan yanmayman. Ya muşu yolda men g'alaba qilaman, ya bo'lmasa muşu yolda men Allah bo'lib Allohning dargohiga borman. Ya'ni hargiz men bu da'vodan yonmayman degan. Ya'ni agarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir mol-mulkka mol-mulkni ko'zlaydigan, shon-sharafni ko'zlaydigan kishi bo'lgan bo'lsa, bu kishilarning takliflarini qabul qilamdi, qabul qilish ehtimolligi bo'ladi. Ammo Alloh taolo Rasulullohning kichikidan tortib tarbiyalagan. Hech qanday mol mansabga maldan ko'z qirın saldığan kişilerden emasdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ko'zini oytma tok holatda faqat Allohdan umid kutadigan mal dunyoning shon sharafini cho'ng bilmaydigan bir kishidi. Bildinglarmi? Tushundinglarmi bolalar? Yaxshi. Uchinchisi Alloh taolo Rasulullohni kelgusida butun insonlarga Peygamberlikten ibaret gayet zor qiyin vazifani ustiga ilishga loyiq bo'lsin deb kichkidan tortib ishni jafoga chidaydigan kuchlik, sabrchan, boshqalarga tayanmaydigan odamlar tarbiyalanish uchun yetim holat cho'ng'ilishni iroda qilgan. Ne Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cho'ng bo'lgandan keyin qaysi vazifani ustiga oldi? Ya'ni la ilaha illalloh Muhammadur Rasulullohni butun insonlarga yetkazish vazifasini ustiga oldi. Peygamberlik vazifasini ustiga oldi. Shundaqmi? Endi bu vazifa qiyinmi? Albatta qiyin. Payg'ambar alayhissalom shu payg'ambarlik vahiysi kelgan vaqtida insonlar ajoyib qorong'ulik ichida, noyatmi bir jahiliyatning ichida qolgan. Hammadan o'z yasab olgan butlarni ko'tarib ibodat qiladi. Hamma qabrining o'z oldiga bir diniy murosalarni faoliyatlar degandek ajoyib bir ishlar bordi. Kishilar yo'ldan bek ezib ketgan. Mushundaq bir ahvolda bir kishiningki la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh danglar. Allohdan boshqa butun ilohlarning hammasini qo'yinglar, tashlanglar. Bir Allohga ibodat qilinglar deb mushundaq boshqalarga bu da'vatni qilib o'tirg'i chiqishi noyatmi bir qiyin bir ishdi bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kichkidan tortib noyatmi jafoga chidaydigan, sabrchan, kuchli odam bo'lg'achqa bu vazifani ustiga oladi ham shu vazifasidan boshdan oxir o'disidan chiqardi. Payg'ambar alayhisalom dastlabki payg'ambarlik manzillarini balki bilishinglar mumkin. Payg'ambar alayhisalomga kelgan aziyatlar noyatmi ko'pdi. Shunday ko'p shu Makka mushriklari ajoyib azor bergan payg'ambar alayhisalomga. Namoz o'qiyotgan vaqtida to'ygininki ishqonini, po'xlarini qilisiga otib qo'ygan. Qo'shnilarimiz shunchalik aziyatlarni qilgan, nari ko'z shu yerda aziyat qildi payg'ambar alayhisalomga. Payg'ambar alayhisalom ergashgan sahobalarga bularga ajoyib tilfatlarni bergan. Hatto Sumayyonimiz o'xshash ba'zi sahobalarni shahid qilib o'tgan. Ya'ni bakchiq chapalarni boshdan kechirgan payg'ambar alayhisalom. Endi kichikdan tortib shundoq jafoga chidaydigan, shundoq kuchlik, boshqalarga tayanmaydigan, misol cho'ng bo'lganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu vazifani ustiga ola olgan. Ya'ni Alloh taolaning payg'ambar alayhisalomni kichikdan tortib shundoq ota-onasidan ayirib, shundoq tavlanib jafoga chidaydigan bo'lib chiqish uchun Alloh taolo payg'ambar alayhisalomni shundoq yetim holat cho'ng'ilishni iroda qilgan. Endi o'ylab qo'yinglar,
Peygamber Aleyhisselam eğer kiçikten tattıp şundaq çoğulmagan bolsa, japaga çidaydigan çoğulmagan bolsa, bu vazife jarayonida balkim japaga chidamay yenip ketiş mümkindi. Allah Teala bununla Allah Teala hemmini bilgücü zat. Peygamber Aleyhisselam'ın vazifini üstü alalardan alamaydiganligini, qandaq kişiligini Allah Teala nayt yaxshi bilgücü. Şoň kiçikden tartıp Peygamber Aleyhisselam Allah Teala öz tarbiyelegan, ha? Eğer Peygamber Aleyhisselam'ın ata-anası başka andaq bolup qalgan bolsa, bovusu Peygamberlik vahiysi kelgen çağda bovusu hayat bolgan bolsa, ata-anası hayat bolgan bolsa, qanday qılatdı? Şu peygamberlik jarayonida japaga uçurgan çağda dadam ayşım yordam qılgana, apam ayşım yordam qılgana dep belkim ulardan yordam so'rash mumkindi. Amma Rasulullah'ın yordam so'raydigan bu yaqinlari bormi? Hech nimasi yo'q. Birdan-bir tayanch bo'lgan Abu Talib vafot bo'ldi qaranglar. Yarg'ilak bo'lgan Allohdan boshqa hech nimasi yo'q. Rasululloh faqat kimga tayandi? Allohga tayandi. Allohga tavakkul qildi. Allohdan yordam so'radi, shuni bilan g'alaba qiladi. Nima shu o'g'lim tushundinglarmi bolalar? Yine bugungi kunda mu etrafımızda ata-onasidan ayrılıp qalgan, yoki onasidan yoki dadasidan ayrılıp qalgan nurg'un bolalar bo'lishi mumkin. Bularninki shundaq ulardan ayrılıp qilishi qaramoqqa noyatdim yomon ishdak, noyatdim azobnoliq bir ishdak ko'rinadi, ammo buningda Allohning bir hikmati bor. Aşı bolalarning balki shundaq jafoliq muhit cho'ng bo'lib, cho'ng bo'lgan chaqda çoğun işlerini kılalışını Allah Teala nasip irade kılgan buluşu mümkün. Bazı peygamberler qarab bakaylı. Musa Aleyhisselam'ı bilesiler. Musa Aleyhisselam'ın dadısı bağımeti dadısı yoktu. Anısı bağımeti, anısı küçük vaxtıda qana qılgan tuğulgan vaxtıda Musa Aleyhisselam'ı sevet kiselip Nil Daryası'da iqtib etken. Musa Aleyhisselam kimnin uçun oldu? Firavun ve Asyanımızın uçun oldu. Hatta anısı yok aleti uçun oldu. Onundan başka peygamberler yum qarab baq, bazı peygamberler qarab baqaylı. Ondan keyin alimlar qarab baqaylı. Naytimi muvaffaqiyat qozongan alimlar qarab baqaylı. Masalan İmam Buxoriy. İmam Buxoriyning dadasi kichik vaqtda tuyab ketgan. Onasi beqib cho'ng qilgan. İmam Buxoriy nayt ko'p jafo tatgan. Ilm yo'lida ajoyib jafo chekkan. Ammo lekin kichkidan tortib shundaq jafoga chidaydigan, sabrchan bo'lg'achqa aşındaq çoğun nəticələrini qolga keltirəligan. Şolaşqa ata-anası baballarmı arala ata-anası həmmə anasının taq ballarmı mən naydım bəxtlik bal ekanman. Allah Taala meni bək yaxşı gördü ekan, bək bəxtlik ekanman mən deb ata-analarınki qadrini bilinglar, ularning gapini anglanglar, ananiki ularga tayinib olmanglar. O'zinglarning ishini o'zinglar qilalaydigan azaq çapat atıp qalsam japaga chidaydigan adam bo'linglar. Apanglar bir kun tamoq etmay qolsa, gapini qolay deb turinglar. Bir kun tamoq etmay qolib qolsa, voy nima tamoq etmadan degan gapni qilmanglar. Sizlar sal yaxshi ko'rmaydigan tamoq yetib qolgan bo'lsa-mu, apa nimishki buni etmay boshqa tamoq etmadingiz? Nimishki bu tamoqni etdingiz degan gapni qilmanglar. Oldinglarga nima kelsa shuni Allohga shukr deb turib oldinglarga kelganni yanglar, oldinglarga kelgan ishlarni qilinglar. Yani qo'linglardan kelgan ishning hammasini qilib, o'zinglarning ishini o'zinglar qilalaydigan, boshqalarga tayinib qolmaydigan ashundaq bir iqtidorni yetildiringlar. Bularni bolalar endi qilaman, qaysingizga qatdinglar? Muallim. Musa Aleyhisselam'ın dadisi demişki yok. Musa Aleyhisselam'ın dadisi hiç Kur'an-ı Kerim tilga ilinmagan, belki yo'q bo'lishi mumkin, yo'q bo'lgan bas tilga ilingan, shundaymi? Musa Aleyhisselam'ın tarixinin bütün jarayonida faqat onasi tilga ilindi, dadasi faqat tilga ilinmaydi. Dadasi shunashqa balki dadasi yo'q bo'lishi mumkin deb qaraymiz-ku. Hepsi İsa Aleyhisselam'a o'xshash dadisi yo'q deb tug'ilganmi? Yo'q, dadasi yo'q tug'ilgan emas, dadasi bor deydi. Balki to'yib ketgan bo'lishi mumkin. O'lib ketgan bo'lishi mumkin. Ana qarang, 4-si Allah Taala Rasulullahni har turli insonlarga o'rnak qilish uchun
uning hayotini eng ojiz hol bo'lgan yetimlikdan boshlab, o'xshamagan martabalarni boshdan kechirish orqali davlat boshlig'i bo'lish qadar o'stirgan. Qaranglar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hayoti butun insonlarning hammasi uchun bir o'rnak. Shundoq ulga, o'rnak degan ulga degan gap. Butun o'zini men musulmon deydigan insonlarning hammasi Rasulullohni ulga qilamiz. Rasululloh hayotida nima ishlarni qildi ekan? Rasulullohning axloqi qanday ekan to'q? Rasulullohning ibodatlari qanday ekan to'q? Rasululloh muomalasiga qanday qaraydi ekan to'q? Yine Rasululloh nima bo'lgan buyurgan bo'lsa shuni qilamiz. Rasulullohning yo'li nima yo'ldi? Sunnat deb ataladi. Biz bu sunnat yo'lida mangdigan ummat. Shundaqmi? Rasulullohningki har bir ishi bütün musulmonlar uchun bir ulga. Bütün musulmonlar uchun bir ulga. Undaqda Rasululloh hamma insonlar uchun ulgu bo'lganligi uchun bu dunyoda har xil martabalik insonlar bor. Ba'zilar davlat boshliqlari, shundaqmi podsholar, din tortib, yuqori martabadan tortib, tuvan martaba qullag'ichilik hammasi Rasulullohni o'rnak qilish kerak. Endi bularning hammasi o'rnak bo'ladigan shundaq bir yo'l Rasulullohning hayotida tepilish kerak. Shuning uchun Alloh taolo mushuni iroda qilib turib, minligicha bo'lgan zot mushuni iroda qilib turib, Rasulullohning hayotini eng shundaq ojiz holatdan, yetim shundaq najot tutgan yetim holatdan boshlatib, o'ttirdan nurg'unlagan bosqichlarni qadam boshdan kechirib, eng oxirida nima bo'ldi? Bir davlat boshlig'i bo'ldi. Yine mushundaq nurg'un bosqichlarni boshdan kechirgan Rasulullohning hayotidan bir boshliq bo'lgan, davlat boshlig'i bo'lgan bir podsho bo'lgan bir kishi bir o'rnakni topa oladi. Bizga o'xshash normal insonlar Rasulullohning hayotidan o'rnakni topa olamiz, o'zimizning yo'lini chizib olamiz. Yoki bo'lmasa noitim behchapa tatgan, noitim kambag'al bir insonmi Rasulullohning hayotidan o'ziga bir o'rnakni topa oladi. Yine Rasululloh butun dunyodagi har qanday bir insonga o'rnak bo'la oladigan bir hayotni boshdan kechirgan. Tushundinglarmi bolalar? Yine Rasulullohni shundaq baybayashat hammamiz tal bir oila cho'ng qilgan bo'lsa, heliqi hech nimasi yo'q ojizlar Rasulullohdan o'rnak topa oladi, topolmaydi. Shundaqmi? Yine Rasulullohdan shundaq og'ziga shukr qiladigan, qanoat qiladigan, jafoga chidaydigan ruhni kishilar Rasulullohdan o'rganadi. Yine ba'zi kishilar deyishi mumkin, men hayotimda noitim ko'p jafo tortdim, ota-onamdan ayrilib qoldim, bolalarimdan ayrilib qoldim degandek, vatanimdan ayrilib qoldim degandek bizning Uyg'ur musulmonlaricha dema, noitim ko'p ota-onamizdan ayrilib qoldik. Ba'zilar bolalar vatanni bolalari qilib qoldi, urug' tuqqan qarindoshlar qilib qoldi, vatanimizdan ayrildik. Bizim noitim og'ir ishlarni boshdan kechiryapmiz. Endi bizning kechirishlarimiz bilan Rasulullohning boshdan kechirgan og'ir kechirishlarni solishtirsak, Rasululloh bizdan ko'p og'irchilikni boshdan kechirdi. Rasululloh ota-onasiz cho'ng bo'ldi. Shundaqmi? Ota-onasiz cho'ng bo'ldi. Vatandan nurg'un azor kulfatlarga uchirdi. Vatandan qo'g'landi. Undan keyinchi bolalarining vafotini boshdan kechirdi. Nurg'ulg'an kishilarningki azor kulfatlarga yo'liqdi. Payg'ambar alayhisalom Madinaga kelgandagi munoyat ko'chib atatgan. Xandak urushida, Xandak qo'llash jarayonidagi va xalifalikni anglagan bo'lishingiz mumkin. Rasululloh shunchalik taqqusiqqa ketgan. Qo'sqiga bosh sahobalar 2 taldan toshdan olgan bo'lsa, Rasululloh 3 taldan toshni tengib, o'shunda Xandak qo'llagan. Noitimlik acharchilik topgan. Behchapalardan boshdan kechirgan. Endi bu Rasulullohning kechirmishining oldida bizning tutgan ishlarimiz-chi noitim oz. Hergiz tilg'og'chiligi yo'q. Shunashqa biz Rasulullohning kechirmishidan qanday nima topa olamiz? Qanday shukr qilishni, qanday sabr qilishni o'rgana olamiz. Hergizmi bir insonning hayot tutgan jafo mushaqqatlari u insonning dindan yuz o'rib boshtirib ketib qolishiga hergiz sabab bo'lolmaydi. Bir inson balkim deyish mumkin: "Ey Alloh, bu qiyomat kunisi
Men bek ko'nglim bek yerimdi. Naytım jiq azap chekkendim. Şunlaşqa namazın vaqtida bo'lamadim, ro'za bo'lamadim deyish mumkin. Yana ba'zida deyish mumkin, ey Rasululloh men bek kambag'aldim, şun qilib bo'lamadim deyish mumkin. Yana o'zirlarni boshdan kechirish so'zishi mumkin. Ammo lekin bu o'zirisi Rasulullohning hayoti qaragan vaqtimizda o'zir bo'la olamdi ekan bolalar. Özür bulalım diken. Yok. Hiç kim özürünü tapamaydı diken. Yani her türlük insanlar arasında örnek miken? Biz kıladınlar mı? Biz kıladınlar mı bala? Yaxşı. Yaxşı. Şimdi beşincisi qarama. Allah Taala Resulullah'ın ata-anasını ayırıp dadıdan oğulga kaldığan örf adet ve an'analarını saklap insanın kolu tegmesinden tamamen Allah'ın terbiyesi aslı çoğun buluşunu irade kılgan. Bu nim degen gap desanglar Resulullah'ın devrinde insanlar ata-anasının diniga ibadet kılırdı qarama. Nurgun kişiler ata-anasından kalgan dinni taşlayanmay Resulullah'a ergeçtigen. Müslüman bulmagan. Hatta ki Ebu Talib Talib'nin ahirki hayatında mesela sözü danlağı. Ebu Talib ölüp kaldığı vaxtıda mı Peygamber Aleyhisselam dedi: "İtağa la müşkeleme şehadet etkan bolsan, men san kıyamet günü san men guvaçı bolgan bolsam." Dep şunda dep tursa, yine de bir Ebu Talib'den bir dost kelip nim dedi? "Vay Ebu Talib, sen ata bobolarından kalgan dinden vaz keçmekçimisan?" dedi. Şunun bilan Ebu Talib işkilinip qilib, oxirchi shahodat etishga umri yor bermay, shundaq iymon etmagan holatda hayotidan ayrildi. Endi demoqchi bo'lganim, har qanday ashu payg'ambar alayhisolamning davridagi insonlar örf odatni va ota-onasining dinini, an'analarini noytin bek chong tutib oladi. Endi Rasulullah'nınki aşında çın tutup alıp açtaq örf adet öğütüdüğün ata-anası var mı? Yok. Boğuzcu tüyep gitti, boğuzsu mu? Yok. Yani şundaq aşıların hemesini ayrılgan boğaşqa, yani Rasulullah'nınki esili oladigan andaq racab örf adetleri yok demekçi. Allah Teala öz terbiyeleyen Rasulullah'ni hiç qanday bir insanın kuluğu koymasdan Allah Teala kichikdan tatip Rasulullah'ın aşında hiç butlağı çokundurmay, hiç cahaletinki yaman işlerini yuhtumay, aşında terbiyeleyen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakı peygamber buluştan ilgirimin naytim güzeldi. Resulullah hiç yalgan yakıp bakkan emez karanlar. Başkalar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni emin deydi. Emin, naytim işençli kişi deydi. Resulullah'a hemmeden işnetti. Amanetini Resulullah'a tapşırattı. Yine Resulullah'cı hiç bir butku çokulgan emez hayatıda. Cehaletninki ondak elqi cehaletninki murasimlarına qatnaşkan emez. Hiç qanday bir dini murasimlarına qatnaşpagan emez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Naytim pak saqlangan, kichikdan tatib Allah'ның tarbiyasi çoğun bolgan. Şunlaşqa bütün insaniyetga aşındaq ulgu bola alaydigan alatdiki bir payg'ambar bolgan. Şundan balla Allah Teala'nınki Resulullah'ның şunda ata-anasını ayırışda yani munda bir Şendoq. Yaxşı maşallah. 6-ncisi qaranglar. Resulullah'ның yetim halat çoğuluşunki yeni bir hikmeti bolsa, Resulullah'ның qalbining texmi muloyim, texmi yumshoq va kamtar bo'lishi va Allohga tavakkul qilgan bo'lishidir. Rasululloh hayotning qiyinchiliklarini ko'platganligi uchun ömür bo'yi ojiz, kambag'al va yetimlarning homiysi bo'lgan. Yana Rasululloh kichikdan tortib noytimi jafodat qilgan uchun shundami qalbi texmi muloyim bo'lgan, texmi yumshoq, texmi kamtar bo'lib ketgan.